Akalar, sizlarga qo'zini zo'rlarini, elitalarini, baquvvatlarini ko'rsatishni boshlari akalar. Ko'rib turganimizdek rang-barang holatlar zo'r. Yirik mana shunaqa qo'ziga qiziqqan akalarimiz uchun mana akalar zo'rini topdik. Haqiqiy elitasini kashtan akalar, jullari kuymagan, o'zi yirik-yirigini topib qo'ydik. Assalomu alaykum, bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ukalarimiz, Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani akalar, o'sha mashhur Xalqot qishlog'iga yetib kelganmiz. O'zini baquvvat qo'zlar bilan tanilgan, sifatli qo'zlar bilan tanilgan akamiz yo'llariga yetib kelganmiz. Endi akalar, mana shunday qo'zini zo'rini olaman, elitasini olaman, baquvvatini olaman degan akalarimiz bo'lsa, ulgurib qolaylik. Bunaqa qo'zlar akalar har zamonda bir chiqadi. Chiqqanda ham akalar sizlarga ko'rsatishga ulgurib qolyapmiz. Sizlardan like bosib, kommentariyada bir chiroyli fikrlarni yozib qoldirish. Bizdan bo'lsa akalar mana shunday qo'zini zo'rini, baquvvatini akalar, hisorisini akalar ko'rsatish bo'ladi. Endi akalar, bu yerdagi qo'zlarning hamma ma'lumotlari bilan xudo xolasa sizlarga tanishtiramiz. Like da yemaymiz akalar. Gumillatib qo'yaylik. Like da, kommentariyada Alloh hammamizga nasib qilsin. Bizga ham Alloh mana shunaqa qo'zlardan minglab millionlab yetkazsin deb bir chiroyli niyatlarni yozib qo'yish esdan chiqmasin. Bu yerdagi qo'zlar akalar oddiy qo'z emas, haqiqiy sifat kashtan, akalar, zo'rdan zo'ri limuzin akalar keldi deb qo'rmasdan aytsak bo'laveradi. Bo'lmasa akalar, mana shu qo'zlarimiz hamma ma'lumotini xudo xolasa Jasur akamiz bilan sizlarga yetkazib Jasur aka, o'rmang, yaxshimisiz aka? Assalomu zo'rmisiz? Yaxshimisiz aka, charchamagina. Joningiz sog' bo'lsin. Qo'zlarni ko'rib odam kayfiyati ko'tarilib ketadi. Ha, ko'ryapsizmi, bular hisorda bu. Joningiz sog' bo'lsin. Simjunlaridan. Endi aka, bu qo'zilarning haqiqiy sifatlari, dummosi, ochiqlari, gigantlari yetib kelibdi. Shunday, bugun nasib bo'lsa Oybek tog'idan olib keldik bularni. Mana akalar, Oybek tog'idan. Akalar, bir so'z bilan aytganda, tog'ning moliga qiziqqan, mana shunaqa hali juni kuymaganiga qiziqqan akalarimiz bo'lsa, ulgurish kerak. Sabab bunaqa sifat, bunaqa bo'ybas akalar, mana akalar, sizlar uchun ko'rsatib turibmiz. Endi Jasur aka, bittalab ko'rsating buni. Bu yerdagilarini hozir ko'rdik, yomon emas, ancha yaxshi. Junlari ham aka simjun variant, o'zi to'laydigan variant ekan. Bularning soni nechta aka? 66 ta. 66 bosh, mashalloh. Akalar, men ko'rib turganimizda 66 bosh mana shunaqa qo'zimiz, shalpanquloq, baquvvat akalar, toza qon, toza paroda akalar. Bularni endi 66 boshdan aka, nechtasi erkak, nechtasi urg'och? Buni ichida bitta ham urg'ochisi. Urg'ochsi-yu? Hammasi qo'chqor. Gap bu, mana akalar. Hammasi qo'chqor, hammasi zo'ri, hammasi akalar simjun elitasi. Endi Jasur aka, bu qo'chqorlarni ko'rganimizda aka, hammasi o'z bo'ybasi ham bir xil ekan. Bu necha oylik aka bular? Bular 5 oylik. 5 oy. Oshgan 5 oydan oshgan 5 oy. Akalar, 5 oy shu atrofdagi qo'chqorlarimiz. Endi Jasur aka, bunaqa qo'chqori zo'ri hammaga ham havas aka. O'shalar qatoriga o'zim ham borman. Bularning sog'liklari qanday endi? Sog'ligi javob, ko'ryapsizmi buni? Hech bu odam ko'rmagan bu. Dalada shu tog'da yurgan odam ko'rmagan bu. Bittasi qayoqqa qarab yursa, bu qolgani ham shu yoqqa qarab ketadi. Bu to'da o'lib qarang, ko'ryapsizmi? Yurgisi ham kelmaydi bu. Mana akalar. Endi qo'zlar haqiqatan baquvvat ekan, yirik qo'zi ekan. Bozor ko'rmagan emas, bu o'zi odam ko'rmagan. Odam ko'rmagan. Bozorga kirsak, talbasa yetib qoladi. Ha, bu bozorga eplash qiyin bunday qo'zini. Akalar, qo'zlar haqiqatan zo'r, bo'ylari, holatlari bir so'z bilan aytganda hamma ta'riflari akalar zo'r. Endi aka, buni bo'ylari necha, nima deb o'ylaysiz? Bular bo'yini, suhrab bilmadim endi, 70 dan baland bo'lsa kerak. 70 dan baland. Mashalloh. Akalar, ko'rib turganimizda 70 plusga olsa ham bo'laveradi adashmasam, endi 60 dan balandligi aniq. Shunday. Buni ichida eng kichkinasi ham akalar 65 dan baland. Shunday. Endi Jasur aka, bu qo'zilarni endi sarasi faqat sizda bo'lib turibdi hozircha. Mana bu qo'zlarimizni ham endi xalqimizga bir yengilroq qilib yetkazamizmi aka? Buni nasib bo'lsa bugun yengil qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Endi og'ir bo'lsa ham sal qoplamaydi. Og'ir bo'lsa ham qoplamaydi. Endi xalqqa bir qiynalmaydigan qilib bir yetkazishimiz kerak. Bu qo'zlarni endi hozir umumiy sonda 66 ta ekan. 66 ta. Hammasi qo'chqor. Endi aka, buni bir qo'lda olaman degan akalarimiz bor. Lekin havas qilib endi bizga bir 20 ta soting, 10 ta soting, boring 5 ta soting deydiganlar ham bo'lishi mumkin. Bularga ham sotaveramizmi? Sotamiz aka, 5 ta sotamiz, olaman desa sotaveramizda, o'zi kelib olib ketsin, 5 talar. O'zi kelib olib ketsin. 10 tadan oshsa, dastlabga qilamiz. 10 tadan oshsa ham dastlabkasi bor. Shunday, 5 talarni o'zlari kelib olib ketishaversin. Hech qanday muammosi yo'q. Yo'q. Ustiga kelgan akalarimizga normalniy bir chiroyli qilib xursand bo'layotgan qilib narxni tushib bersangiz kerak. Barakali qilib buni arzon qilib beramiz nasib. Mana akalar. Xudo xolasa hech kimning ko'ngli qolmaydigan qilib narx-navosini arzon qilib yetkazib ham berishni yo'lini qilsalar bo'ladi. Endi Jasur aka, ana uni narxi qanaqa bo'lyapti hozir? Dastlabkasi shu dastlabkasini bir qo'lga oldim yo bo'lmasa tayoq taylab teng yarimni oldim degan akalarimizga
Dastlabki ham qilib beraveramizmi aka? Dastlabki ham qilamiz bularni. Maşallah. Dastlabki qilamiz. Suhrobjon bugun narxini buni arzon ham qilamiz bugun. Narx ham arzon bo'ladi. Ha. Yashang. Siz videodan oldin mendan so'radingiz, buni necha qo'yasan deb. 4 million qo'ysam bo'ladimi Suhrob deb. Siz baland dedingiz. Men o 4 million qo'yish niyatim yo'q. Unaqa gap yo'q-a? Yo'q, 4 million qo'ymayman men bugun. Ha, shunday qiling. Qarang Suhrob. Aha. Buni bir joyga 66 tani ham bir joyga oldim degan odamga 3 million 800 mingdan. 3 million 800 dan. 3 million 800 mingdan agar bir joyga oldim desa bitta bonusiga bitta qo'zi qo'shib beraman. Gap. Bu qo'zini ichidan emas lekin. Bir kichkinaroq qo'zim bor uyda. Shu qo'zini qo'shib beraman. Olib ko'rsat desangiz olib keladi. 66 taga bitta bonus akalar, 66 ta bunaqasidan emas, bitta boshqa yaxshi parodadan akalar. Hozir olib kel qo'zini. Bonusi ham bor. Qo'zisini ham hozir olib kelib ko'rsatamiz akalar. 67 bosh qo'zi olib ketasizlar. Bir qo'lga oldim degan akalarimiz. Endi aka buni hozir 3 million 800 dan bahosini qo'ydik. Qo'zlar haqiqatan zo'r. Ustiga kelgan akalarimizga xayr sunnatiga biron narsa o'tamizmi? Xayr sunnatiga o'tib ham beraman. Joni sog' O'tandi xayri bo'ladi dedi-ku, xayriga o'tib beraman. Akalar, u bexayr odam emaslar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bir qo'zi bonusga, undan tashqari akalar hammasini bir qo'lga oldim degan akalarimizga oz-moz savdosi ham bor. Shuning uchun akalar ulgurgan odam oladi, ulgurmagan armonda qoladi degan joyi akalar videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir sizlar uchun o'sha bonusidagini ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Mana akalar. Olib kel, ko'tarib kel. Mana. Keladi. Shoshilmaymizmi? Uloq bonusiga uloq qo'shib bersa, men qo'zi qo'shib beraman. Mana akalar. Qo'ziga ham e'tibor berasizlar. Shuncha erkakka bitta urg'och qo'zini ham qo'shib beryaptilar. Bundan hali gigantlari tushib ketadi, xudo xolasa. Ulgurgan odam oladi. Mana bitta qo'zisi ham akalar bemalol so'yib, tandir qilib, maza qilib yeysizlar akalar. Endi mana shunday qo'zini olish uchun tezroq pastdagi nomerlarga telefon qilib, barakani bosib yuboramiz. Like tayamaylar akalar, like bosgan akalarimiz xonadonlariga mana shunaqa elita gigant qo'zlardan minglab millionlab nasib qilsin.